Islom ummati bugungi kunda misli ko'rilmagan xorlik va tarqoqlik ichida yashamoqda. Dunyoning turli burchaklarida musulmonlarning qoni to'kilmoqda, boyliklari talanmoqda. Biroq bu zulmlarga qarshi 2 milliardlik ummat nega bir musht bo'lib birlasha olmayapti? Buning bosh sabablaridan biri ongimizga mustamlakachilar tomonidan singdirilgan va uni kishallab qo'ygan tor iqlimiylik g'oyasidir. Iqlimiylik musulmon kishining sadoqati va mas'uliyatini faqatgina mustamlakachilar chizib bergan sun'iy chegaralar ichiga qamab qo'yishdir. Bu shunday fikriy qafaski, unda musulmon odam o'zini ummatning bir bo'lagi emas, balki faqat muayyan hudud fuqarosi sifatida his qiladi. Bu g'oya islom olamiga tasodifan kirib qolmagan. Islom olami xalifalik parchalanganidan keyin mustamlakachilar tomonidan kichik davlatchalarga bo'lib tashlandi. Bu g'oya musulmon kishining ongiga shunday ta'sir qiladiki, u endi o'zini ummatning bir bo'lagi deb emas, balki falon iqlim, ya'ni davlat fuqarosi deb his qila boshlaydi. Uning fikriy doirasi faqat shu sun'iy chizilgan chegara ichida qolib ketgani uchun buni tor iqlimiylik deyiladi. Uning ildizlari 19-asrning oxiri va 20-asr boshlarida G'arb mustamlakachilari tomonidan xalifalik davlatini ichidan yemirish uchun olib kirilgan millatchilik, natsionalizm va vatanparvarlik, patriotizm g'oyalariga borib taqaladi. Yevropa davlatlari musulmonlarni yagona aqida atrofida birlashtirgan islomiy birlik xavfini yo'qotish uchun har bir hududda mahalliychilik hissini uyg'otishdi. 1916-yildagi Sykes-Picot kelishuvi nafaqat yerlarning, balki qalblarning ham bo'linishiga olib keldi. Ilgari bir mintaqadan ikkinchisiga hech qanday to'siqlarsiz o'tgan musulmonlarning ongiga bu mening vatanim, anavi esa begonaning vatani degan zaharli fikr singdirildi. Bu tarixiy parchalanish musulmonlarni o'z birodarlariga nisbatan begona qilish va ularni kichik milliy manfaatlar bandasiga aylantirish uchun xizmat qildi. G'arbning taniqli davlat arboblari va ekspertlari bu bo'linish musulmonlarni mustamlaka sifatida boshqarishning yagona yo'li ekanini hech qachon yashirishmagan. Britaniya sobiq bosh vaziri Henry Campbell Bannerman 1917-yilda ta'kidlaganidek, islom olamida birlikka intilishni parchalab tashlash G'arb omon qolishining kafolatidir. Shuningdek, taniqli sharqshunos va Amerika prezidenti maslahatchisi bo'lgan Bernard Lewis musulmonlarni diniy birlikdan ayirib, etnik va hududiy chegaralarga qamash, ularni siyosiy jihatdan zararsizlantirishini ta'kidlagan. Bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari yoki Turkiy davlatlar tashkiloti kabi formatlar ostidagi harakatlari aslida puch va aldamchi tashabbuslardir. Bu formatlarning hech biri sun'iy chegaralarni bekor qilishni yoki haqiqiy islomiy birlikni maqsad qilmaydi. G'arb ekspertlari, xususan Amerikaning strategik tadqiqotlar markazlari, masalan Rand Corporation va Carnegie Endowment, bunday mintaqaviy tashkilotlarni qo'llab-quvvatlaydi. Chunki ular uchun bu formatlar musulmonlarning mafkuraviy birlashishiga, ya'ni xalifalikka qarshi filtr vazifasini o'taydi. G'arblik siyosatshunoslar, jumladan Frederick Starr kabi ekspertlar, Markaziy Osiyo hamkorligini musulmonlarning islomiy o'zligini emas, balki dunyoviy milliy o'zligini mustahkamlash quroli sifatida ko'rishadi. Bunday formatlar kimni rozi qiladi? Albatta, musulmonlarning yagona davlat ostida birlashishidan dahshatga tushuvchi G'arbdagi xo'jayinlarni. Bunda har bir davlat o'zining tor iqlimiy manfaatini birinchi o'ringa qo'yadi. Chegaralar saqlanib qoladi. Bojxona va viza to'siqlari ummatni bir-biridan ajratib turaveradi. Bu kapitalistik tuzum ichidagi xo'ja ko'rsin o'yinlari bo'lib, mavjud tarqoqlikni hamkorlik niqobi ostida qonuniylashtiradi. G'arb ekspertlarining e'tiroflari va bugungi siyosiy formatlar shuni ko'rsatadiki, biz uchun mintaqaviy hamkorlik deb taqdim etilgan tor iqlimiylik aslida bizni zaiflashtirish uchun ishlab chiqilgan siyosiy quroldir. Bugun Falastinda go'daklar o'ldirilayotganda, qo'shni iqlimdagi armiyalarning bu bizning ishimiz emas deb sukut saqlashi aynan mana shu makkorlikning zaharli mevasidir. Islom aqidasi bunday tor qarashlarni qat'iy rad etadi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Mo'minlar bir-birlariga mehr muhabbatda xuddi bir tanaga o'xshaydilar. Buxoriy rivoyati. Islomda mening iqlimim, sening chegarang degan tushuncha yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tor mahalliychilik va millatchilikni sassiq deb ataganlar. Uni tarafkashlikni tark qilinglar, chunki u sassiq narsadir. Buxoriy va Muslim rivoyati. Yana bir hadisda shunday deyiladi: kim millatchilikka da'vat qilsa, u bizdan emas. Kim tarafkashlik yo'lida jang qilsa, u bizdan emas. Kim millatchilik ustida vafot etsa, u bizdan emas. Abu Dovud rivoyati. Musulmon kishi uchun yer yuzining qayerida bo'lmasin, la ilaha illalloh degan inson uning birodaridir. Tor iqlimiylik ummatni mustamlakachilarga qul qilib berayotgan fikriy kishandir. Haqiqiy uyg'onish ongimizga solingan kishanlarni parchalash va aldamchi formatlarni rad qilish hamda ummatni yagona xalifalik soyasida birlashtirishdir. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu." Hammangiz Allohning arqoniga, islomga mahkam bog'laning va bo'linib ketmang.